Xotin, shunda o'zing kirib chiq, qaynatamni tug'ilgan kunida to'g'rida o'tirmayman. Qilib. Nima qilib kirsiz? Bittayu bitta qaynatangiz bo'lsa, ering qani deb so'raydi-ku mendan. O'zi bitta bo'ladi-yu qaynota. Xotin, Zuhra, o'zing kirib chiqsang bo'lardi. Bo'ldi dada, ozgina o'tirasiz. Assalomu alaykum dadajon. Eringsiz kelib juda yaxshi qilibsan-da. Ana o'zar ering kelmaganiga birar xursand bo'ldim. Tug'ilgan kun ham tatamaydi-da. Dada. Kelsa bemalol o'tira olmayman. Ering bir ovsar. Yo'qmaydi-da ering qizim. Sovuq bor. G'alati Xitoy ko'z, kalta qosh, qonni chiqqan va qiyshuq qing'ir. Dada, unaqa demang, oxirgi o'zingiz yaxshi ko'rasiz-ku. Nima ko'zing unaqa qilyapsan? Mahalladan hijolat bo'lyapsanmi? Butun mahalla biladi. Bu befarosatni yoqtirmasligimmi? Seni baxtingni o'ylab shunga berdik-da. Dada, unaqa demang. Sizni o'ylab tug'ilgan kuningizga kuyovingiz Iskandar Bildingsdan mezbon loyihasidan 2 xonali uy berdi. Bu befarosat